Sanlarni umuman tarixing yo'q o'zi, sanlar o'zi yo'q, ana xalqlar eding. Biz qurib berganmiz sizlarga bu mamlakatni. Qozog'istonda bir erka bo'lan degan bitta nima sportchi bor. Bu yerda O'zbekistondan bitta ikkita sportchimiz Odilxon degan, yana kim Bobur deganimi kimdir bor ekan. Ikkita xalqni bir-biriga dushman qilish bilan ham ba'zi joyda shug'ullanib qo'yyapti. Mana oktagonmi nimadir degani bor ekan. Shov-shuv ko'tarib xalqlarni bir-biriga urishtirib turkiylarni birlashishi, turkiylarni kuchayishini dunyoda ko'pchilik xohlamaydi. Chunki ular birlashib qolsa katta-katta imperiyalarga asos solgan, dunyo xaritasini ko'p o'zgartirib tashlagan o'z vaqtida. Mo'g'ul bosqinini ham kerak bo'lsa turkiylar to'xtata olgan. Shuning uchun bulardan qo'rqishadi. Shuning uchun turkiylarni bo'lib tashlash siyosati bo'lgan va buni butun dunyodagi qudratli mamlakatlar qo'llab-quvvatlab turgan o'z vaqtida. Sobiq Sovet ittifoqi Turkiy mamlakat, o Markaziy Osiyodagi Turkiy davlatlarni 5 ta bo'lakka bo'lib tashlayotganda Uyg'uriston avtonom hudud sifatida o'sha Xitoyga berib yuborishda to'liq Sovet ittifoq qo'llab-quvvatlagan. Qolganlar tomoshabin bo'lgan. Nimaga? Chunki turkiylar bo'lib ketishda manfaatdor edi ular. Turkiylar bo'linsa, zaiflashsa, boshqa mamlakatlar xotirjam bo'ladi. Xudoga shukr bulardan sal bo'lsa ham zaiflashtirib oldik, o'zlarini ushtirib qo'yadigan bo'ldik. Mana endi maza qilamiz. Bizga xalaqit bermaydi deb gegemon mamlakatlar xursand bo'lgan. Lekin bu xato edi. Tarixda bu bo'lgan xatoni asrlar davomida yana davom ettirib bo'lmaydi. Bugun turkiylar umumiy ma'noda madaniyati, dini, tili bir-biriga yaqin bo'lgan, turmush tarzi bir-biriga yaqin va eng muhim tub ildizi bir bo'lgan bu xalqlar bir-biri bilan yaqinlashsa, integratsiyalashsa, hammasiga foyda bo'ladi. Mana hozir bo'lak-bo'lakka bo'linganligimizning oqibatida bittamizni qulsan deyapti, xorlab ikkinchimizni hududingni bosib olaman deyapti. Qolganimizni hammamiz sanlarni umuman tarixing yo'q o'zi, sanlar o'zi yo'q, ana xalqlar eding. Biz qurib berganmiz sizlarga bu mamlakatni degan mana shunaqa iddaolar bilan chiqib hammamizni kamsitish bilan ovora bo'lyapti. Bu hammasini tag tomiri bizni birlashmaganligimiz, bizni yakka holda bo'lak-bo'lak bo'lib yurganligimiz. Qo'pol aytganda butun dunyoda mana shu kamsitilishga, mana shu oqibatida biz giriftor bo'lyapmiz. Shuning uchun qo'yib bersan, yerda eng kamiga o'zimizni oramizda o't yoqadiganlar bor. Mana Qozog'istonda bir erka bo'lan degan bitta nima sportchi bor. Bu yerda O'zbekistondan bitta ikkita sportchimiz Odilxon degan, yana kim Bobur deganimi kimdir bor ekan. Bular o'tirib bir-biri bilan internet orqali urushib, ikkita xalqni bir-biriga dushman qilish bilan ham ba'zi joyda shug'ullanib qo'yyapti. Odilxon degan yigit bilan biz gaplashib oldik. Oqqo'rg'onlik yigit ekan. Juda yaxshi tushunadigan Bamani yigit ekan. Aka, biz xato qildik, tushundik. O'zimizni bu harakatlar bunchalik salbiy oqibat olib kelishini bilmadik dedi. Ya'ni hech kimda haqqi yo'q turkiy xalqlarning o'rtasidagi birlik, yaqinlik bo'layotgan munosabatlarda yomonlashtirishga. Bu dushmanlarning ishi. Afsus, Qozog'istondagi mana erka bo'lan degan yigitga biz bog'lana olmayapmiz. Men uni sahifasiga, lichkasiga juda ko'p yozyapman, javob ham bermayapti. Bu yoqdagi odamlar orqali qidirtiryapmiz, bog'lana olmayapmiz. Bu internet orqali jangni to'xtatib, o'zida jang ringda bo'lish kerak. Ringda bo'l, bu yerga do'st bo'l, bo'ldi. Bular internetda bir-birini yomonlab, butun millionlab odamlar bir-biriga dushman qilib qo'yapti. Mana shu sportchilarning yaqinlari, ota-onalari bo'lsa, iltimos bizni gapimizni yetkazinglar. Qolganlar ham yetkazinglar. Yillar davomida davlat rahbarlari, boshqalar, oddiy odamlar, ziyolilar harakat qilib, ikkita xalq, boshqa xalqlar o'rtasida bo'layotgan iliq munosabatni bitta ikkita harakat bilan yo'q qilib tashlashga, nolga chiqarishga bu sportchilarning haqqi yo'q. Ularning ota-onasi eshitsin shu gapni. O'zlarini ba'zilarini boshi osmonda, oyoq yerdan uzilgan. Yerda yurish kerak. Qayerdan bilasiz, bizni yurtdoshimiz, vatandoshimiz mana shuni oqibatdan yerda birov urib tashlasa, pulini bermasa, xorizor qilib 24 soat hammasini nazorat qila olmaysiz. Bu yomon natijaga olib keladi. Bunaqa millatchilikka, ayirmachilikka olib keladi. Shuning uchun sizlardan iltimos shu odamlarga yetkazib qo'yinglar. Bu sportchilar yomon ish qilishyapti. Ularning atrofida o't qalab yurganlar bor. Mana oktagonmi nimadir degani bor ekan. Shov-shuv ko'tarib xalqlarni bir-biriga urishtirib, qo'pol aytganda keyin ura qilib turib qanaqadir sport musobaqalari qilar ekan. Maqsad shu, ko'proq bilet olsin, prosmotr zo'r bo'lsin, boshqa deb. Buni berayotgan salbiy ta'sirichi. Shuning uchun
oktagon bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, xalqlarni orasiga sovuqchilik tushirib qo'yadigan e, narsalar qilishga ularda haqqi yo'q. Marhamat, sport musobaqangizni qiling, lekin u ertaga ikkita xalqni bir-biridan sovuqlashiga olib kelmasin. Shuni hisobga olib qo'yinglar.